Do'stlar, hamkasblar, mehmonlar, barchaga salom. Bugun bizni ajoyib yangiliklar kutmoqda. Hamma mayningda qanday qilib kapital yaratishni, umuman kapitalni qanday shakllantirishni va bugungi kunda qanday vositalar borligini bilishni xohlaydi. Keling, hammasini tartib bilan ko'rib chiqaylik. Efirda Dmitriy Razumovskiy. Bugun shuningdek Igor Bondarenko va Sergey Drozdovskiy ham qo'shilishadi. Va bugun siz ajoyib taqdimotni eshitasiz. Sun'iy intellekt sohasida juda jadal rivojlanayotgan va ishtirokchilarimizga, hamkorlarimizga hamda mijozlarimizga ajoyib imkoniyatlarni taqdim etayotgan Formula kompaniyasi haqida. Kichik bir ogohlantirish. Bugun hech qanday investitsiya takliflari bo'lmaydi. Biz investitsiya bilan shug'ullanmaymiz. Biz infratuzilmani rivojlantirish bilan shug'ullanamiz. Va siz ushbu trendda, ya'ni sun'iy intellekt trendida qanday qilib imkoniyat yaratishni bilib olasiz. Katta hayratlanarli pullar, butun bir boylik orttirishni. Va bu bilan bog'liq qanday imkoniyatlaringiz borligini. Sun'iy intellekt kelajagimizning ajralmas qismi bo'lib, u keyingi 5 yil ichida dunyoni butunlay o'zgartirib yuboradi. Hozirning o'zidayoq o'zgartirmoqda. Undan foydalanayotgan odamlar ko'plab afzalliklarga ega bo'lishdi va yangi bizneslarni yo'lga qo'yishmoqda. Hozircha bu ommaviy hodisa emas, lekin 5 yil ichida juda ommalashib ketadi. Va bugun siz bilib olasiz. Ushbu trendni, ushbu poyezdni qanday qilib o'tkazib yubormaslikni, unda qanday qilib yuqori tezlikda harakatlanib, boyib borishni, hayotdan zavqlanishni, muvaffaqiyatli va farovon bo'lishni. Bugun biz sun'iy intellekt orqali daromad olish imkoniyatlari va yangi monetizatsiya modellari, yaqin 1, 2, 3 yil ichida sun'iy intellekt bilan bog'liq mayningda qanday kapital yaratish, istiqbollar, ishonchlilik va xavf-xatarlar haqida gaplashamiz. Shakllanayotgan trillionlik, bu so'zdan qo'rqmayman, bu trillionlik bozor haqida. Sun'iy intellekt bozori o'z ko'lami bo'yicha kriptovalyuta bozoridan ustun turadi va allaqachon ba'zi mamlakatlar budjetidan oshib ketgan. Shuningdek, internet biznes professionallari qanday tanlov qilishini ham bilib olasiz. Ushbu uchrashuv oxirida sizni insaytlar va bizning yangiliklarimiz kutmoqda. Ular sizni xotirjam uxlashdan to'xtatadi. Biz o'z natijalarimiz, rejalarimiz va yangiliklarimiz haqida biroz so'zlab beramiz. Bu oxirida bo'ladi. Va ushbu taqdimotni boshlashdan oldin ikkinchi savol. Siz allaqachon Formula platformasining mijozisiz va hamkorimisiz? Agar ha bo'lsa, 2 raqamini qo'ying. Agar yo'q bo'lsa, 1 raqamini qo'ying. Toki men siz birinchi marta kelganingizni, bu ma'lumotni birinchi marta eshitayotganingizni va u sizga notanishligini tushunay, sizda ko'plab. Siz uchun tushunarsiz atamalar uchrashi mumkin, agar siz bu ma'lumotni birinchi marta olayotgan bo'lsangiz. Va ushbu webinar ham birinchi toifa uchun, ham ikkinchisi uchun foydali bo'ladi. Shunday qilib, sizdan 1 yoki 2 raqami. 1. Agar siz birinchi marta bo'lsangiz, hech narsani bilmasangiz va endi tushunishni boshlayotgan bo'lsangiz. Va 2. Agar siz allaqachon biz bilan bo'lsangiz, hamkorimiz yoki mijozimiz bo'lsangiz. Xo'sh, yaxshi, ya'ni bugun bizda hamkorlarimiz ham ishtirok etishmoqda. Siz uchun uchrashuvimizning ikkinchi qismi juda foydali bo'ladi. Va biz haqimizda hech narsa bilmaydigan, webinarga birinchi marta kelgan mutlaqo yangi odamlar uchun taqdimotimizning birinchi qismi va ikkinchisi ham foydali bo'ladi. Ya'ni birinchi qismda, boshida, biz umuman sun'iy intellekt bozori haqida, trend qayerga qarab ketayotgani haqida gapiramiz. Siz uchun ko'plab tushunarsiz so'zlar va atamalar bo'ladi. Xavotir olmang, tashvishlanmang, ularni belgilab oling. Keyinroq hamkorlik chatimizda ushbu savollarga barcha javoblarni olishingiz, ushbu atamalarni tushunib olishingiz mumkin. Shuningdek, keyinchalik ushbu yozuvni rus, ingliz, qozoq tillarida tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. So'z boyligingizni to'ldirishingiz, sun'iy intellekt bozori va dunyosini ko'proq va yaxshiroq tushunishingiz mumkin bo'ladi. Va siz uchun bu ma'lumotlar tushunarli va oddiy bo'lib qoladi. Biz murakkab narsalarni qanday qilib oddiy qilish haqidamiz. Bizning Formula platformamiz aynan shunga ixtisoslashgan. Igor, seni qutlayman, biz bilan ekanliging uchun rahmat. Sening birinchi qisming, so'z senga. Rahmat, Dmitriy. Ha,
Shunday qilib, keling, hozirgi dunyomizda nimalar bo'layotganini ko'rib chiqaylik. Hozirgi vaqtda ilgari qanday qilib, qaysi trendlarda katta boylik orttirish mumkin edi? Keling, eslaylik, agar siz 2010-2011 yillarda Bitcoin sotib olganingizda 1000 barobar foyda qilgan bo'lar edingiz. Xuddi shunday natijani Ethereum va Solana kabi altcoinlarda ham qilish mumkin edi. Kriptovalyuta mayningidan foydalanib, siz ham juda yaxshi boylik orttirishingiz mumkin edi. Yoki agar siz 2017-2018 yillardagi ICOlarda qatnashganingizda, lekin bularning hammasi otib ketdi. Buni qila olganlar barakalla. Qila olmaganlar esa ko'pchilik nega buni qilmadim ekan deb afsuslanishadi. Xo'sh, hozir nima qilish mumkin? Yangi bozorlarni ochadigan infratuzilmaviy tokenlar. Mana diagrammada ko'rib turibsizki, Solana kabi token 78 milliard dollardan ortiq kapitallashuvga ega. BNB qariyb 116 milliard, XRP 130, Ether 560 milliard. Va GNK tokeni dastlab 1,5 trillionga baholanmoqda. Nega? Chunki butun sun'iy intellekt bozori juda kuchli. Sun'iy intellekt infratuzilmasi esa 15 trillion dollarga baholangan. Va agar GNK tokeni ushbu bozorning atigi 0,5% egallasa, uning narxi 150 dollardan oshadi. Agar GNK tokeni ushbu sun'iy intellekt bozorining 10% tashkil etsa, narxi 3000 dollardan oshadi. Tokenning istiqbollari juda katta. Bitcoin chiqqaniga 17 yil bo'ldi, ammo hali ham juda ko'p odamlar u haqida bilishmaydi. Elon Musk 2040-yilda odamsimon robotlar odamlardan ko'ra ko'proq bo'lishini aytdi. Ammo 2040-yil 2009-yildan ko'ra ancha yaqinroq. Shuning uchun keyin nima qilish haqida o'ylab ko'rish kerak. Mana bu yerda diagramma bor. Unda siz yaxlit chiziq bilan ko'rsatilgan sun'iy intellekt bozori va kripto industriya bozorini ko'rasiz. Kelajakda sun'iy intellektdan foydalanmaslikning iloji bo'lmaydi. Kripto industriya bozori 16 yil ichida qilgan ishni sun'iy intellekt bozori allaqachon 4 yil ichida bosib o'tdi. Agar siz xabardor bo'lmasangiz, sizni shunchaki avtomatlashtirishadi. Chunki sun'iy intellektning osish sur'atlari hozirgi mavjud narsalardan yuqori. Ammo sun'iy intellekt bozorining asosiy muammosi shundaki, u Microsoft, Google, Nvidia, Amazon va Meta kabi 5 ta korporatsiya qoladi. Ular 2 ta davlatda joylashgan, ya'ni deyarli 5 ta kompaniya. Butun dunyo bo'ylab sun'iy intellekt narxini tartibga soladi. Hozircha Libermanlar juda qiziqarli model yaratishdi. Gonka bu butun dunyo bo'ylab kuchli kompyuter egalarini yagona tarmoqqa birlashtiradigan platforma bo'lib, sun'iy intellektni arzonroq va tezroq yaratish va ishga tushirish imkonini beradi. Hozir kompyuter quvvatlari uchun kurash davri boshlandi, chunki sun'iy intellekt xuddi neft kabidir. Ya'ni kompyuter quvvatlari hammaga kerak. Gonka nima qiladi? Bu an'anaviy. U sun'iy intellektdan foydalanishni arzonlashtiradi, chunki Google va Amazon kabi an'anaviy gigantlar qimmat va qattiq nazorat qilinadi. Biz esa erkin va hamyonbop muqobilni taklif qilamiz. Energiyani tarmoqning o'zini qo'llab-quvvatlashga behuda sarflaydigan boshqa tarmoqlardan farqli o'laroq, Gonka har bir vatt elektr energiyasini sun'iy intellektning real vazifalariga yo'naltiradi. Bozor butun kripto industriyadan ko'ra tezroq o'smoqda, chunki neyrotarmoqlar bugun hammaga kerak. Bu yerda mahsulotning o'zini keng miqyosda kengaytirish imkoniyati bor. Gonka hisoblash quvvatini yangi Bitcoinga aylantiradi. Bu ba'zilar uchun oz texnikasidan daromad olish, boshqalar uchun esa sun'iy intellektni katta xarajatlarsiz rivojlantirish imkoniyatidir. Sun'iy intellektni rivojlantirish hamma uchun ochiq. Gonka haqida kimlar gapirmoqda? Mana bu yerda podkastlardan olingan suratlar keltirilgan. Bular Oskar Hartman, Margulan Seysenbayev, Aleksandr Sokolovskiy, Gleb Solomin kabi mashhurlar. Gonka loyihasi haqida so'z boradigan podkastlar. Forbes jurnali sun'iy intellektning dezentralizatsiyasi allaqachon kirib kelayotgan kelajak ekanligi haqida bir nechta maqolalarni aniq yozgan. Shuningdek, Bloombergdagi maqola. Tavsiya qilaman. Screenshot qilishni yoki suratga olishni va ushbu material bilan albatta tanishib chiqishni. Loyiha ortida kim turibdi? Daniel va David Liebermanlar.
Bir nechta biznes yaratgan seriyali tadbirkorlar, dasturchilar, biznesmenlar va investorlar. Ularning tajribasi investorlar tomonidan $400 million dan ortiqroqqa baholangan. Ular 60 milliondan ortiqqa sotgan mashhur loyiha bu Snapchat mahsuloti. Shuning uchun ular ulkan tajribaga, ishlanmalarga ega. Va ularning loyihalari hamda bizneslari jahon hamjamiyatida juda yuqori baholanadi. Ging tokeni nima? Bu kriptovalyutadan ham ko'proq narsa. Bu sun'iy intellekt yoqilg'isidir. Bu tarmoq ichidagi universal hisob-kitob birligi. Gonka. Agar Bitcoin raqamli oltin bo'lsa, Ging kelajak neyrotarmoqlari ishlaydigan raqamli elektr energiyasidir. Minglab bosh tangalardan farqli olaroq, Ging qiymati butun dunyo bo'ylab real hisoblash quvvati bilan ta'minlangan. Ging bu shunchaki hamyonda yotadigan emas, balki siz uchun ishlashga majbur qiladigan aktiv. Insoniyat tarixidagi eng tez rivojlanayotgan bozor. Buning uchun matematik yoki dasturchi bo'lish shart emas. Bu har qanday odam uchun ochiq. Lekin Ging tokenini mustaqil ravishda mining qilishni boshlash uchun nima kerak? Birinchidan, dasturlash va serverlarni sozlashni juda mukammal bilish kerak. Yoki ushbu texnologiya bilan shug'ullanadigan mutaxassisini yollash kerak, lekin uning narxi oyiga $5000 dan oshadi. Keyingisi, $35,000 dan boshlanadigan uskunani ulash, sanoat ma'lumotlar markazidan joy topish va kelishish kerak. Va eng muhimi, serverlarni tunu kun monitoring qilish va nazorat qilish. Gonka nima taklif qiladi? Formula qanday qilib? Minimal vaqt va mablag' sarflagan holda Gonka miningida ishtirok etishingizga yordam beradi. Miningni atigi $25 dan boshlash mumkin. Qulay platforma orqali juda oddiy kirish. Professional darajadagi tunu kun xizmat ko'rsatish. Optimallashtirish tufayli maksimal miqdordagi tangalar va mijozlarni doimiy qo'llab-quvvatlash. Sergey, sozni sizga beraman. Ha, rahmat, Igor. Va bu yerda yana shuni qo'shimcha qilmoqchi edimki, bugun Forbes'da maqola chiqdi. Aka-uka libermanlardan. Juda qiziqarli maqola, o'qishni tavsiya qilaman. Uni internetdan toping. Xo'sh, davom etamiz, shundaymi? Keling, endi formula haqida gaplashamiz. Bu mining puli. Bu serverlarni birlashtiradigan, infratuzilma yaratadigan va uni Gonka miningiga ulaydigan operator. Ya'ni serverlar sun'iy intellekt uchun hisob-kitoblarni amalga oshiradi. Evaziga esa mukofot tangalar ko'rinishida olinadi. Bu jarayon oddiydek tuyuladi, lekin aslida u ancha murakkab. Formula esa aynan hamma uchun miningda qatnashish imkonini beradi. Tajriba bormi, uskunalar yoki texnik jarayonlarni tushunasizmi, yo'qmi, farqi yo'q, har qanday odam qatnashishi mumkin. Formula qanday asosiy muammolarni hal qiladi? Xo'sh, birinchidan, bu miningga kirishning yuqori chegarasi, shundaymi? GPU video kartalarining o'zi ancha qimmat turadi. Bitta GPU uchun $25-35 ming, ular esa serverlar orqali 8 tadan va undan ko'p miqdorda ijaraga olinadi. Ularning ijarasi ham juda qimmat va har kim ham bunga qodir emas. Bu bir. Ha, nodalar ishini sozlash va qo'llab-quvvatlashning murakkabligi. Ya'ni bu ancha murakkab, bizda dasturlash, texnologiyalar bo'yicha boshqaruv ko'nikmalari bo'lishi kerak. Ha, bu nodlarni ulash, sozlash va har kuni ularni boshqarish uchun. Shuningdek, xususiy yechimlarning beqarorligi. Bu odam o'zi uyida nimadir ulagan holat. Uning barqaror ishlashi va tangalar ko'rinishida ma'lum miqdorda daromad keltirishi kafolatlanmagan. Shuning uchun mining istiqbolli, ha, lekin murakkab soha, ammo formula bu muammolarning barchasini hal qiladi. Formula bosqichma-bosqich nima qiladi, shundaymi? Birinchisi, bu infratuzilmasining to'liq siklini yaratadi, ha. Ya'ni ishlaydigan va Gonka miningini amalga oshiradigan nodlarga xizmat ko'rsatish va qo'llab-quvvatlashni yo'lga qo'yadi. Ikkinchisi, quvvatlarni professional boshqarish. Ya'ni texnik mutaxassislar buni doimiy kuzatib boradilar. Ha, yuklamani optimallashtiradilar, qazib olish tannarxini pasaytiradilar va hokazo, quvvatni oshiradilar. Uchinchisi, uzluksiz va barqaror ish. Ya'ni 24/7, ha. Mutaxassislar noda tarmoqda bo'lishini, ishlashini va maksimal natija keltirishini kuzatib, nazorat qilib boradilar.
Va agar u yerda biror narsa qilish kerak bo'lsa, yangilash, takomillashtirish yoki boshqa biror jarayon bo'lsa, ular buni amalga oshiradilar. Shuning uchun formula hida bugungi kunda aynan gongka tangasini qazib olish tannarxi eng past. 4-dan shaffof iqtisodiyot, ya'ni hisob-kitob bor, shaxsiy kabinet bor. U yerda siz to'g'ridan to'g'ri, aytaylik, mayningingizni bugun qancha kelganini, qanchasi muzdan tushganini, qancha yechib olish mumkinligini ko'rasiz. Bularning barchasini shaxsiy kabinetda ko'rish mumkin. Va 5-si, mayning qilishni xohlovchilar uchun qulay kirish. Ya'ni 25 ustidan mayningga kirish imkoniyatiga ega kengaytiriladigan model. Formula bilan ishlashni qanday boshlash kerak? Birinchidan, umuman olganda bu juda oddiy 3 ta qadam. Birinchisi, akkaunt ochish, ya'ni sizni ushbu tadbirga taklif qilgan kishiga murojaat qilish. U sizga havola beradi va qanday ro'yxatdan ochishni ko'rsatadi. Keyin esa shaxsiy kabinetga kirish imkonini olasiz. Siz o'zingizga mos litsenziyani tanlaysiz. Bu ikkinchi qadam. U sizga mayning qilish uchun kerak bo'ladi. Uchinchisi, geng tangalarni olasiz. Ya'ni mayningni boshlaganingizdan so'ng. Bo'ldi, ularni hamyonga chiqarasiz va holder bo'lasiz. Hozirda holderlar soni 6,5 mingga yaqin va ularning soni doim o'sib bormoqda. Bu juda zo'r. Litsenziyalarning qanday turlari bor? Aytganimdek, ikkinchi qadam bu litsenziya. Hatto bepul litsenziya ham bor. U free deb ataladi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. $25 dan $25,000 gacha. Masalan, mana 1000 ust turadigan professional litsenziya. U sizga nima beradi? U mayning imkoniyatini ochadi, ya'ni quvvatga yuklashingiz mumkin bo'lgan hajmingiz $15,000gacha bo'ladi. Va bu litsenziya 1 yil davomida amal qiladi. Ya'ni siz istalgan summani turli qismlarda mayningga yuborishingiz mumkin, lekin kopi bilan 15,000. Agar sizga ko'proq kerak bo'lsa, shunchaki yuqori litsenziya olasiz, yangilanishni sotib olasiz va hajmingizni oshirasiz. Free litsenziyasi nima beradi? Siz hech narsa to'lamaysiz, lekin mayning hajmingiz kopi bilan 500 ust bo'lishi mumkin. Bunga qo'shimcha ravishda Ging airdropi degan tushuncha ham bor. Ya'ni kompaniya maxsus pul yaratadi. U yerga qazib olingan tangalarning ma'lum foizi yuboriladi. Va ular keyinchalik litsenziya egalariga qo'shimcha bonus sifatida, oyiga bir marta airdrop sifatida taqsimlanadi. Shuningdek, ishtirok etish birligi ham bor. Bu bonusning o'ziga xos turi bo'lib, u haqida hozir Dmitriy aytib beradi va ular faqat pro va undan yuqori litsenziyalar uchun beriladi. Dmitriy, iltimos, ushbu birlik haqida batafsilroq aytib bersangiz. Hozirgina eshitganlarimizga qisqacha yakun yasamoqchiman, ya'ni sun'iy intellektni. Uning hayotimizdagi ishtirokini sezmaslikning iloji yo'q. Davlatlar o'rtasida ushbu sun'iy intellektga ulanish, unga egalik qilish, undan foydalanish va har qanday vazifalarni hal qilishda qo'llash huquqi uchun kurash ketmoqda. Bu xoh iqtisodiyotni rivojlantirish bilan bog'liq strategik vazifalar bo'lsin, xoh jamiyat ichidagi ba'zi vazifalarni shakllantirish va tartibga solish bo'lsin. Xoh banklar, yirik korporatsiyalar vazifalari bo'lsin, xoh hozirda sun'iy intellekt yordamida amalga oshirilayotgan harbiy vazifalar bo'lsin. Ya'ni u optimallashtiradi, ya'ni u aniq ustunlik beradi. Va agar davlatda bu ustunlik bo'lmasa, unda tabiiyki davlat outsider bo'lib qolishi mumkin. Va Ging protokoli shunday tuzilganki, u nafaqat davlatga, balki korporatsiyaga ham Ging protokoli yordamida o'z sun'iy intellektidan foydalanishni boshlash imkonini beradi. Mana shuning o'zi Gongka protokoli va Gongka loyihasiga nafaqat ayrim xususiy maynerlarni, balki butun boshli davlatlarni, yirik korporatsiyalarni jalb qilmoqda. Shunday emasmi? Ular bu afzallikni payqashdi. Shuning uchun Gongka juda tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Biz mayning pul sifatida tushunamizki, davlat uchun bu bozorga kirish qiymati. Istalgan davlat uchun $1 milliard teng, ulkan ma'lumotlar markazlarini yaratish uchun 2-3 milliard dollar kerak bo'ladi. Va bunga 1-2 yil vaqt ketadi. Gongka protokoli esa har qanday davlat uchun bu masalani bir zumda hal qilib beradi. Ya'ni API orqali bir zumda ulanish va o'zining ochiq yoki yopiq sun'iy intellekt modelini ishga tushirish mumkin. Shuning uchun ham haqiqatda Gongka tangasining o'zi shunchaki ikkinchi Bitcoin yoki Bitcoinning analogi emas. Yo'q, Bitcoin bu raqamli oltin. Gongka protokoli esa sun'iy intellekt uchun xuddi yoqilgi kabidir.
Shu sababli hozirda Gonka tokenining, ya'ni Ging tokenining ozi odamlar uchun juda katta imkoniyatlar ochmoqda. Va haqiqatan ham Gonkaga kirish real narsa, ya'ni har biri $35,000 sakkiztak bu taxminan $300,000 bo'ladi. Ya'ni miner uchun kirish chegarasi $300,000. Xullas hamma ham bunday mablagga ega emas. Masalan, Bitcoin miningini uy kompyuterida boshlash mumkin edi. Gonka miningini esa uy kompyuterida boshlab bo'lmaydi. U kamida 8 ta budan boshlanadi. Va bu imkoniyatga hamma ham ega bo'la olmaydi. Lekin biz bu murakkab narsalarni shunchalik soddalashtirdikki, mutlaqo har qanday odamga hech qanday litsenziyasiz kirish imkonini berdik. Shuning uchun siz sinov tariqasida tajriba uchun o'zingizning kichikroq mablagingiz bilan miningdan foydalanishingiz mumkin. Ammo agar siz masalani chuqurroq o'rgangan bo'lsangiz, podkastlarni, Gonkaga kirgan odamlarni va ushbu texnologiyani o'rgangan bo'lsangiz, albatta miningingizni maksimal darajada oshirishni xohlaysiz. Miningni maksimal darajada oshirish uchun biz litsenziyalar bo'yicha mahsulotlar qatorini ishlab chiqdik. Ular sizning miningdagi limitingizni oshiradi. Bundan tashqari, Formula platformasi doirasida biz yirik litsenziya egalariga beriladigan participasion unit kabi rag'batlantirish tizimini ishlab chiqdik. U sovg'a sifatida bonus tariqasida bepul beriladi. Ya'ni agar siz 1000 va undan yuqori qiymatdagi litsenziyani sotib olsangiz, participasion unitga ega bo'lasiz. Uning miqdori 1000, 2500, 5000 va hokazo bo'lishi mumkin. Endi esa bu nima ekanligini ko'rib chiqamiz. Unit bu bizning ichki hisob birligimizdir. Ularning miqdori cheklangan. 10 million dona. Bu amalda erta ishtirok etish sertifikatidir. Ushbu ichki hisob birligining maqsadi Formula ekotizimi foydalanuvchisi sifatida sizning ishtirok darajangizni aks ettirishdir. Va infratuzilmani faol rivojlantirganingiz hamda foydalanuvchining rivojlanishga qo'shgan hissasi uchun sizga ushbu unitlarni taqdim etishdir. Missiya va mazmun. Biz raqamli ishtirokning yangi modelini yaratyapmiz. Unda foydalanuvchilarimiz shunchaki iste'molchi emas, balki infratuzilmaning bir qismiga aylanishadi. Va participasion unit bonuslarni, bonus dasturlarni taqsimlash, platformamiz imkoniyatlariga ustuvor kirish huquqini berish uchun asos bo'ladi. Aynan Formula uchun kelajakdagi qo'llanilishi. Tokenlar soni cheklangan, aytganimdek 10 million dona. Hozircha ular hech kimda yo'q, lekin bugungi vebinardan boshlab ular sizda paydo bo'lishi mumkin. Kelgusida ulardan bonusli pullarda, maxsus dasturlarda ishtirok etish, yangi mahsulotlardan foydalanish va boshqa turdagi mukofotlar uchun foydalanish mumkin. Masalan, hozir sizga participasion unitni qo'llash mumkin bo'lgan 3 ta misol keltiraman. Xo'sh, birinchisi, ya'ni biz birinchi raqamli pul bo'lishni maqsad qilganimiz hech kimga sir emas. Va tabiiyki, bu yo'lda bizni uchrashuv kutmoqda. Biz hozir uni shakllantirish, muhokama qilish va tashkil etish bosqichidamiz. Poyga asoschilari aka-uka Libermanlar David va Daniel bilan bevosita uchrashuv. Va mana shu uchrashuvga biz o'z mijozlarimizni, hamkorlarimizni taklif qilamiz. Sizni taklif qilish yoki qilmaslikdagi asosiy omil. Ushbu uchrashuvga kirish huquqini berish yoki bermaslik sizda. Participasion unit borligiga bog'liq bo'ladi. Kimda ko'proq bo'lsa, tushunarli bu ko'p sonli. Odamlarda bo'ladi, biz saralab olamiz. Masalan, top 10 talik, top 20 talik va faqat shu ishtirokchilar uchun ochiq bo'ladi. Ya'ni bu imkoniyat sizga taqdim etiladi. Keyingisi. Biz Formula platformasi sifatida Vietnam, Tailand kabi xorijiy tadbirlarni, Gonkongga ofis ochilishini tashkil qilamiz. Shunga ko'ra, bu tadbirlarga mutlaqo hamma kelishi mumkin bo'ladi. Bu ochiq imkoniyatlar bo'ladi. Ha, va agar sizda participasion unit bo'lsa, ayniqsa ular juda ko'p bo'lsa. Shunga ko'ra, bu tadbir siz uchun bepul bo'lishi mumkin. Ha, hatto parvoz ham bepul bo'lishi mumkin, chunki siz platformamiz rivojiga ulkan hissa qo'shgan bo'lasiz. Agar sizda ular kamroq bo'lsa, siz uchun chegirma ko'zda tutilishi mumkin. Ushbu tadbirga kirish uchun. Chunki tadbir chipta mehmonxonada yashash va uchrashuvning o'zini tashkil qilishni o'z ichiga oladi. Agar ular sizda bo'lmasa, u holda tadbirning to'liq narxini to'lashingizga to'g'ri keladi. Ya'ni mana shunday afzallik. Birinchisi, ikkinchisi.
Va uchinchi afzalligi shundaki, bizning platformamiz mining pulimiz ko'plab boshqa mining pullardan farqli o'laroq. Hozir ondan ortiq mining pullar bor, balki 20 dan ham ko'pdir. Biz bilmaydigan kichiklari ham bor. Demak, hamma ham yuridik shaxsga, ya'ni kompaniya yoki platforma kabi tuzilmaga ega emas. Biz rasmiy, shaffof va qonuniy ishlaymiz. Bizda kompaniya bor va biz o'z oldimizga. Kompaniyamizni fondlar qiziqadigan darajadagi miqyosgacha rivojlantirishni maqsad qilganmiz. Bugungi kunda bizga 2 ta fond qiziqish bildirmoqda. Ular shunchaki mijozimiz bo'lish va biz orqali mining qilish maqsadida bizga qiziqishmoqda. Ya'ni biz ularga kirish va sharoitlarni taqdim etamiz. Ular o'zlari uchun mining qila olishadi. Fondlarga gonkani mining qilish nega kerak? Fondlar bugungi kunda iqtisodiyot va bozor beqaror ekanligini tushunishadi. Va pul topishdan ko'ra uni yo'qotish ehtimoli ancha yuqori. Shuning uchun fondlar o'zlari uchun himoya aktivlarini qidirmoqdalar. Tushunarli, ular bitcoinni ushlab turishibdi. Tushunarli, o'zlari uchun qandaydir aksiyalarni ham saqlashadi. Shundaymi? Fondlar yopiq tangalar va tokenlarga kirishadi. Ular gonkaga hech qanday yo'l bilan kira olishmaydi. Ya'ni faqat biz orqali biz tanigan fondlar. Va ular biz orqali gonkani mining qilishni xohlashadi. To'g'rimi? Hozirda biz ular bilan shunday muzokaralar olib bormoqdamiz. Va biz orqali ular ham uskunaga, ham miningga kirish imkoniga ega bo'ladilar. Va albatta bizning osishimizni ko'rib, biz ertami-kechmi kapitalizatsiyasi $100 million kompaniyaga aylanamiz. Biz fondlar uchun qiziqarli bo'lamiz. Fondlar Jink tokenini qazib olish va mining qilish bo'yicha eng yirik pulning bir qismiga egalik qilishlari uchun. Va mana shu fondlar uchun biz kompaniyamizning 10-20% taklif qilamiz. Shunga ko'ra, biz bundan ma'lum bir foyda, profit va daromad olamiz. Pulni shakllantiramiz, pulni. Va ushbu pulni uning bir qismini yoki hammasini ishtirok etish birligi egalari o'rtasida taqsimlaymiz. Shunga ko'ra, bu butun platforma va ekotizim rivojlanishdagi ishtirok ulushingizni monetizatsiya qilish usulidir. Mana shunday qo'llash uchun 3 ta imkoniyat. Men hali ishtirok etish birligi egalari bizning turli insayderlik ma'lumotlarimizga birinchi bo'lib kirish imkoniga ega bo'lishlari haqida gapirmayapman. Qandaydir ma'lumotlarga, insayderlik mahsulotlarimizga, platformaning yangi imkoniyatlariga. Ya'ni ular har doim birinchi bo'lishadi va bizdan eng foydali shartlarni olishadi. Umuman olganda ishtirok etish birligi mana shudir. Dmitriy, rahmat. Tushunishimcha, bunga egalik qiluvchilar VIP shaxslardir. Bu, bilasizmi, menga tez-tez uchadiganlarning statuslari borligini eslatdi. U yerda ko'pincha turli darajalar bo'ladi. Oltin, kumush, platina va ular imtiyozlarga ega bo'lishadi. U yerda kompaniya hisobidan biznes klassda, birinchi klassda va hokazo uchishadi. Taxminan shunga o'xshash narsa, shundaymi? Aynan shunday. Rahmat. Xo'sh, unda davom etamiz. Xullas, Formula I litsenziyalari qanday ishlaydi? Ya'ni, birinchisi bu to'ldirish va puldagi ulush, to'g'rimi? Foydalanuvchi o'z balansini, aytganimdek, litsenziyaga qarab sigimini to'ldiradi. Va bu mablag'lar birlashtiriladi. Kim qancha miningga yuborsa, 10 ming ustlik, $10,000 pullarga. Va foydalanuvchi kabinetda ushbu ulushni tanlaydi. Masalan, agar $1000 tiksa, bu 10 minglik pulning 10dan 1 ulushi bo'ladi. Agar $100 bo'lsa, u holda 100dan 1 qismi. Va demak, sizning ulushingizga ko'ra keyinchalik tangalarni olish ham bo'ladi. Keyin shakllantirish va navbat jarayoni ketadi, ha. Ya'ni pul olgandan so'ng kompaniya pul ijarasi imkoniyatlarini qidirishni boshlaydi. Ha, ularni ijaraga oladi, ulaydi, testdan o'tkazadi, sozlaydi va hokazo. Bu ularning bugungi kunda qanchalik mavjudligiga bog'liq. Va bu o'rtacha 7 kundan 14 kungacha vaqt olishi mumkin. Keyin infratuzilmaga ishga tushirish sodir bo'ladi, ya'ni pul ishlashni boshlaydi va u 30 kun, 1 oy ishlaydi. Shundan so'ng, pul ishga tushganda, kabinetda gink qazib olish prognozini ko'rasiz. Ha, va siz u sutkada bir marta yangilanadi. Bozor holatini hisobga olgan holda, taxminan qancha qazib olinayotganini ko'rishingiz mumkin. Ha. Va foydalanuvchi aynan o'z ulushini ko'radi. Mana u pul ulushiga qancha sarmoya kiritdi va kutilayotgan tangalar miqdori qancha olishi. Xo'sh, keyin hisoblash amalga oshiriladi va bu yerda poyga tokenomikasi ham ko'zda tutilgan. Bloklash bu tegishli ravishda 180 kunga muzlatishdir.
Mining boshlanganidan 7 kun o'tgach, birinchi tangalar hisoblab chiqiladi. Ular 180 dan 1 qismdan muzlatilgan, har kuni muzdan tushiriladi. Va siz ularni to'g'ridan-to'g'ri shaxsiy kabinetdan hamyonga chiqarib olishingiz mumkin. Xo'sh, bu qisqacha, keyin qaror qabul qilganingizda batafsil bilib olishingiz mumkin. Mana bu yerda sizga mining uchun ma'lumotlar markazlari qanday ko'rinishi haqida rasm. O'ylaymanki, bu hech kimga tushunarli emas, lekin juda qiziq. Shunday qilib, 8 ta GPUdan iborat bitta shunday shkaf, ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, turli mamlakatlarda 250 ming dollardan 350 ming dollargacha turadi. Nima uchun Ging yoki Gonka tangasi? Ging bu birjalardagi tikir. Yuzlab va minglab barobar daromad keltirish salohiyatiga ega. Nima uchun bunday bo'lmoqda? Birinchidan, bu cheklangan taklif, ya'ni Ging emissiyasi jami 1 milliardni tashkil etadi. Bo'ldi, tamom. Boshqa hech qachon yangi tangalar bo'lmaydi va bu Bitcoin'dagi kabi taqchillik tamoyilidir. Talab ortib, taklif cheklangan bo'lsa, narx ko'tariladi. Sun'iy intellekt agentlari doimiy takomillashib, quvvatlardan foydalangani sababli. Har qanday sun'iy intellekt agentiga quvvat kerak. Shunga ko'ra, ular Gonka quvvatidan foydalanib, buning uchun Gonka tangalarida to'lashlari kerak. Demak, ulardan foydalanadilar, qayta sotib oladilar, qayerdandir xarid qiladilar va o'z hisob-kitoblariga sarflaydilar. Ya'ni mana shu hisob-kitoblarga tushunarlimi? Va Ging real sun'iy intellekt hisob-kitoblari uchun to'liq birligiga aylanadi. Bu yerda Halling modeli ham ko'zda tutilgan. Agar siz Gonka.ai saytiga kirib, tokenomika bo'limiga o'tsangiz, mana shunday grafikni ko'rasiz. U yerda bu yerda 1480 ta davr bor. Birinchi davr taxminan 4 yilni tashkil etadi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, 4 yilda qazib olish 2 baravarga kamayadi. Bu shuni anglatadiki, Bitcoin'da bu har 4 yilda keskin 2 baravar kamayadi. Bu yerda esa silliq. Masalan, hammasi bir kunda bir davr uchun 320 ming tangadan boshlangan edi. Hozir esa bir davr uchun 300 mingdan kamroq tanga qazib olinmoqda. Va shunday kamayib boradi va 4 yildan keyin 2 baravarga qisqaradi. Shunga ko'ra, taklif ham qisqarib boradi. Emissiya kamayadi va bu ham narxni yuqoriga ko'taradi. Bitcoin'dagi kabi har bir halvingdan keyin narx keskin ko'tariladi. Gonka rivojlanish sur'atlari bo'yicha o'z yo'lining boshida Bitcoin tarmogidan 20 baravar ozib ketdi. Masalan, Bitcoinga 7 yil kerak bo'lgan infratuzilmani rivojlantirishni Gonka 3 oy ichida amalga oshirdi. Shunday sakrash qildi. Bitcoin 7 yilda qilganini Gonka 3 oyda qildi. Va shu 3 oy ichida 250 million dollar investitsiya kiritildi. Bu juda katta raqam. Ya'ni Bitcoinga buning uchun ancha vaqt kerak bo'lar edi. Xo'sh, Gonka hozir nima qilyapti? Hozir rivojlanish jadal ketmoqda. Doimiy ravishda qandaydir yangiliklar chiqmoqda. Maynerlar yigilib, pullarni ushlab turganlar turli takliflar, yangiliklar va o'zgarishlar uchun ovoz berishmoqda. Ya'ni bu dasturchilar va maynerlar tufayli yashayotgan va rivojlanayotgan haqiqiy markazlashmagan loyihadir. Dink mining iqtisodiyoti. Ya'ni dastlab mining tannarxi bir tanga uchun taxminan 10-20 sent atrofida edi. Bu taxminan noyabr-dekabr oylarida edi. Keyinchalik tannarx asta-sekin oshib bordi va hozirgi tannarx, agar siz hozir mining qilsangiz, taxminan 0.55 dan 0.65 dollargacha, ya'ni 55-65 sentni tashkil etadi. Mana shu vaqt ichida o'sish 2, 3, 4 baravar bo'lib ulgurdi. Va boryoga qandaydir 3-4 oy o'tdi. Shunga ko'ra, keyin nima bo'lishi mumkin? Shunchaki kutishingiz va o'sish qanday bo'lishini ko'rishingiz mumkin. Keyin boshqa tangalar misolida bu qanday o'sishligini ko'rsatamiz. Aytgancha, tanga hali listing ham qilinmadi. Tokenlarni mining qilish va blokdan chiqarish sikli mana shunday kechadi. Xo'sh, aytganimdek, avval o'rnatish bo'ladi. Sozlash va ishga tushirish 1 kundan 14 kungacha vaqt oladi. Odamlar kirib, pullarga ma'lum miqdorda sarmoya kiritadilar. Pul yig'ilgandan so'ng u miningga yuboriladi. Mining davri 30 kun. 30 kun tugagandan so'ng blokdan chiqarish davri boshlanadi. To'g'rirog'i, u miningning birinchi kunidan boshlanadi. 30 kundan birinchi kunida token mining qilingach, u hamyoningizda muzdan tushishni boshlaydi. Blokdan chiqarish davri jami 180 kunni tashkil etadi. Lekin qazib olishning birinchi kunidan boshlab har kuni 180 dan bir qismi ochiladi. Turli xil sarmoyalardan tokenlardagi daromadingiz qancha bo'ladi?
Bu tushunishingiz uchun misol tariqasidagi rasm. Masalan, siz mayningga $1000 sarmoya kiritdingiz. Hozirgi 0,55, 0,65 dan narxda tangalar soni 1,5 mingdan 1800 gacha bo'ladi. Boyaroq yuqorida Dmitriy yoki Igor aytishgandi. Ma'lum bir sharoitlarda bitta tanga qancha turishi mumkinligini. Agar u trillionlik bozorning 10% egallasa, bu bitta tanga uchun 3000 degani. Ya'ni tushunyapsizki, holder tangalarni qancha uzoq ushlab tursa, u juda ko'p x'lar berish ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi. Xo'sh, 10 ming bilan esa, demak, 15 mingdan 18 mingtagacha tanga olish mumkin. 100 ming sarmoya bilan esa 150 mingdan 180 mingtagacha tanga. Bizda shunday mijozlar borki, bitta emas, 100 ming va undan ko'proq sarmoya kiritganlar. Shuning uchun men ularni tabriklayman. Ular haqiqiy barakalar. Xo'sh, bunday rasmdan keyin nima qilish kerak? Yugurib borib sizni taklif qilgan odamga yozish va aytish kerak. Tezda havola ber, men ro'yxatdan o'tyapman. O'xshatish qiladigan bo'lsak, biz hozir xuddi Bitcoinning boshida, Bitcoin $1 atrofida, juda arzon bo'lgan 2011-yildagidekmiz. Va bizda hali ulkan osish istiqboli bor. Poyga shiddat bilan kuchayib, osib borayotganini hisobga olsak, o'ylaymanki, 2-3 yil ichida biz shunchaki ulkan natijani ko'ramiz. Endi esa Dmitriyni taklif qilmoqchiman. Dmitriy misollar bilan ko'rsatadi. Ha, qanday tarixiy misollar bo'lganini. Ha, Sergey, bizning Formula X platformamiz qanday ishlashini aytib berganing uchun rahmat. O'xshatish qiladigan bo'lsak, ha, haqiqatan ham biz shu yerdamiz, poyganing eng boshida. Oldimizda bizni nima kutyapti? Oldinda bizni shunday narsa kutyaptiki, bizga yirik investitsiya fondlari qiziqish bildiryapti. Ularning boshqaruvida shunday kapitallar borki, 50 dan 100 milliongacha. Yana birida 50, ikkinchisida 100. Ya'ni bu fondlar hozircha sinab ko'rishyapti. Shunchaki biz orqali 100, 200, 300, 500 ming bilan kirib, o'zlari uchun gonkani mining qilishmoqchi. Ya'ni ular pullardan juda qiyinchilik bilan voz kechishadi, lekin nimadir boy berayotganlarni tushunishadi. Va mana bu fondlar tushunib yetishi bilan batafsilroq o'rganib chiqishsa, gonkaga 1, 2, 3, 10 millionlab sarmoya bilan kira boshlashadi. Maynerlar, mining uskunalari ishlab chiqaruvchilari, bugungi kunda bu mining uskunalari ishlab chiqaruvchi eng yirik Bitfury kompaniyasi bo'lib, u $5 milliard dan ortiq Bitcoin miningi uskunalarini sotgan va ulkan boylik orttirgan. Sun'iy intellekt vazifalari uchun muqobil uskunalar ishlab chiqarishni boshlashsa, muqobil Nvidia chiplari emas, balki o'zlarining ASIC chiplarini. Ya'ni ular buni chiqarishi bilan, ularni 2-3 oydan keyin chiqarishlari mumkin. Shunga ko'ra, biz shu yerdamiz, davridan ortasiga ko'chamiz. Ya'ni maynerlar 10 millionlab dollar bilan kira boshlaydi, yangi uskunalarni o'rnatishadi. Aynan sun'iy intellekt ehtiyojlari uchun. Va bu yangi uskunada gonkani bir necha barobar ko'proq miqdorda mining qilish mumkin bo'ladi. Lekin o'shanda nima bo'ladi? Bugungi kunda bu taxminan 3,5 mingta. Bu, shunday serverlar gonka miningiga ulangan. Ular 3000 emas, 30 mingta bo'ladi. Va o'shanda biz maynerlar sifatida 10 barobar kamroq keng tangalarni ola boshlaymiz. Ha, uning kursi ham 10 barobar ko'proq osadi. Ya'ni u faqat shu yilning o'zida yaqin 3-6 oy ichida osishi mumkin. Va bizda mavjud bo'lgan bu imkoniyat, kichik bir imkoniyat, tom ma'noda bir necha oy bilan o'lchanadi. Qachonki biz maksimal darajada foydali, maksimal darajada qulay va maksimal darajada ko'p miqdorda gonkani mining qila olamiz. Keyin bu imkoniyatlar boshqa hech qachon bo'lmaydi. Bitcoin bilan nima bo'lganini eslang. Bitcoinni ilgari uy videokartalarida mining qilish mumkin edi va kuniga bitta, ikkita, uchta, o'ntalab Bitcoin mining qilish mumkin edi. Xuddi shunday, hozir ham gonka tokenlarni kuniga bitta, ikkita, uchta, o'ntalab olish mumkin. Keyin esa
Buni 10 barobar yoki 100 barobar yoki 1000 barobar kamroq qilish mumkin bo'ladi. Chunki yirik kapital bozorning yirik ishtirokchilari endigina kela boshlayapti. Agar siz Margulan Siysenbayev, Oskar Hartman va Aleksandr Sokolovskiy bilan bo'lgan ushbu podkastlarni ko'rsangiz, hozir Gonka protokoli va umuman sun'iy intellekt bozoriga qanday kuchlar kirib kelayotganini tushunasiz. Yirik o'yinchilar. Mana tarixiy misollar. Bu nazariya emas, amaliyot. Biz bu yerda Ether, Solana, Cardano, Avalanche va BNB kabi tokenlarni oldik. Binance Smart Chain. Shunga ko'ra, qachonlardir ularni arzonga olish mumkin edi. Hammasini arzonroq olish mumkin edi. O'sha Etherni 30 sentdan olish mumkin edi. Listingda uning narxi allaqachon $2 tashkil etdi. Va listingdan 1 yil o'tgach, narx allaqachon sotilayotgan edi. U 37 baravar o'sdi. Solana listinggacha 20 sent, listingdan keyin $1. Listingda 5 baravar va 1 yil o'tgach 127 baravar. Cardano xuddi shunday, listingda 10 baravar, listingdan 1 yil o'tib 33 baravar. Avalanche xuddi shunday, listingda u yerda 8 baravar, 1 yildan keyin 130 baravar. Binance Coin listingda 15 baravar, listingdan 1 yil o'tib 130 baravar o'sdi. Ya'ni, listingdan keyin 1 yil ichida 100 baravar o'sish bu real maqsad. Va biz poyga ozib ketayotganini ko'ryapmiz. Bitcoinni bozorga ta'siri bo'yicha boshqa kriptovalyutalardan ustun kelmoqda. Ya'ni bu kriptovalyutalar u yerda 100, 200, 300 milliard dollarlik bozorlarni ochdi. Poyga tokenining salohiyati trillionlik bozor, 5-7 yil davomida sun'iy intellektning 15 trillionlik bozori va 10% egallash, bu 1,5 trillion. Ya'ni 5-7 yil davomida poyganing kapitallashuvi 1,5 trillion bo'lish haqiqat. Va ushbu ko'rsatkichlar bilan poyga narxi bozor hajmi tangalar soniga bo'linganda bitta tanga uchun u yerda 2, 3, 4 ming dollarni tashkil etadi. Aynan shuning uchun asosiy jihatlar bor. Listingda 5-10 baravar, listingdan 1 yil o'tib 100 baravar. Va 1000 baravar, 2-3 ming baravar, 5 ming baravar. Sun'iy intellekt bozori bugungi kunda baholanayotgan o'zining haqiqiy miqyosigacha rivojlangandan keyin. Aynan shuning uchun poyganing o'ziga ham, poyga protokoliga ham va u umuman qanday bozorni ochayotganiga ham shunday katta e'tibor qaratilmoqda. Yirik misol Bitfury investitsiya jamg'armasi bu mining uskunalarining eng yirik ishlab chiqaruvchisi. Poygaga 50 million dollar investitsiya qilmoqda. Shundan 12 tasini allaqachon kiritgan va 32 million dollarga aynan poyga mayningi uchun uskunalar ishlab chiqarmoqda. Lekin umuman olganda u sun'iy intellekt ehtiyojlarini qondirish uchun mo'ljallangan. Samaradorlik bo'yicha bu uskunalar Nvidia kartalaridan bir necha baravar ustun keladi. Bu haqda allaqachon Forbes nashrlarida yozilgan. Bu haqda intervyu bor. Ularni YouTube'dan toping, ko'ring. Va u shunday deb hisoblaydi. Markazlashmagan mashina intellekti shiddat bilan sun'iy intellekt infratuzilmasidagi eng muhim, strategik ahamiyatga ega yo'nalishlardan biriga aylanmoqda. Va Gonka bu yo'nalishni favqulodda tezlik bilan olga surmoqda. Aynan shuning uchun yirik fondlardan biri Gonkaga qo'shilib, unda ishtirok etishni boshlamoqda. Texnik shaffoflik va xavfsizlik, haqiqiylik va ishonchlilik isbotlari. Texnologiyalar allaqachon Certic, CryptoRank, GitHub, Gonkascan kabi mashhur reyting agentliklari tomonidan tasdiqlangan. Barcha zarur hujjatlar mavjud. Ya'ni faqat shundan keyingina fondlar loyihani ko'rib chiqishlari mumkin. Bu allaqachon bosib otilgan bosqich. Sizlar uchun, har bir foydalanuvchi uchun, mana bugun uchrashuvimizga kelgan yangi mijozlar uchun mayningda $25 miqdoridagi qutlov bonusi mavjud. Ushbu bonus platformada ro'yxatdan o'tgan paytdan boshlab 1 oy davomida amal qiladi.
Shuning uchun, agar hali ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'ting va sizni taklif qilgan kishidan ushbu bonusni olish shartlarini batafsil bilib oling. Uni qanday olish, qo'lga kiritish va haqiqatda bizdan sovg'a olishni bilib oling. Nafaqat gonkani mining qilishni, balki bu yo'nalishni olg'a surishni xohlovchi hamkorlar uchun. Formula platformasini targ'ib qilish va hamkorlik dasturida pul ishlashni istaganlar uchun seshanba va juma kunlari Moskva vaqti bilan 11 da, Dubay bo'yicha 12 da, Qozog'iston bo'yicha 13 da biznes nonushtalar o'tkazamiz. Biz Formula kabinetidan qanday foydalanishni, hamkorlik dasturi imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanishni, ijtimoiy tarmoqlar orqali qanday to'g'ri targ'ib qilishni tahlil qilamiz. Ya'ni moderatsiyadan o'tadigan va qonunlarga mos keladigan tarzda qanday qilib 3,000 dan 100,000 dollargacha daromadga chiqishni, mijozlarga qanday to'g'ri hamrohlik qilishni, nimalarni aytish mumkin-u, nimalarni mumkin emasligini. Mining bilan biznesni qanday to'g'ri rivojlantirishni, hamkorlarni qayerdan va qanday topishni o'rgatamiz. Shaxsiy o'sish va motivatsiya bo'yicha tavsiyalar va darslar beramiz. Va kompaniya bilan 100,000 dollar va undan yuqori miqdorda to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzish yo'llarini aytib beramiz. Bugungi kunda kompaniyada bunday shartnomalardan 3 tasi bor. Bu hali faqat birinchi oy uchun. Keyinchalik biz sizni o'sish sur'atlarimiz bilan hayratda qoldiramiz. Bu hozirda olib borayotgan muzokaralarimizdan kelib chiqqan holda va undan keyin ham. Ushbu treningga qanday qo'shilish mumkin? Havola har doim Formula jamoaviy chatiga keladi. Asosiy chatga. O'zingizning mentorlaringizdan, ustozlaringizdan ushbu chatga qanday qo'shilishni va trening haqidagi ma'lumotlarni qanday olishni so'rang. Seshanba va juma kunlari 11 da. Bizning yo'l xaritamiz. Birinchidan, biz Formulaning P2P hamkorlari uchun P2P hamkorlik platformasini yaratyapmiz. U yerda gonki tokenlarni hali muzlatishdan ochilishini kutmasdan sotib olish va sotish mumkin bo'ladi. 180 kunlik, ya'ni deylik, sizda shunday ehtiyoj bor va siz buni qila olasiz. Bizning maqsadimiz birinchi raqamli pul bo'lish. Bugungi kunda bu juda ulkan maqsaddek tuyulishi mumkin, ammo bunga bir qator asoslar bor. Masalan, bizning eng yaxshi nodamiz. Bir oyda 4 ta noda ishga tushirdik. 4-chi nodamiz. Uning havolasini kuratorlaringizdan so'rashingiz mumkin. Ha, u samaradorlik va mining bo'yicha yetakchi. Bugungi kunda mavjud barcha nodalar orasida ish unumdorligi va referenslarni qayta ishlash bo'yicha. Ya'ni bu bizning pulimizning asosiy xususiyati. Bu bizning jamoamizning texnik tayyorgarligidir. Ya'ni biz nodani qanday sozlashni, boshqarishni, xizmat ko'rsatishni va maksimal unumdorlikka erishishni bilamiz. Shuning uchun ham biz unumdorlik va samaradorlik bo'yicha birinchi o'rindamiz. Va faqatgina shuning o'zi bizga barcha pullar orasida birinchi raqamli bo'lish imkonini beradi. Ikkinchidan, biz orqali kirmoqchi bo'lgan fondlar bilan bevosita aloqamiz bor va bu katta kapitallar degani. Uchinchidan, bizda juda katta jamoalarni rivojlantirishda ajoyib marketing tajribasi bor. Shaxsan o'zim, masalan, 2 marta 1 milliard rubldan, ya'ni taxminan 20 million dollar jalb qila olganman. Turli xil investitsiya yo'nalishlariga. Ya'ni menda bu mahorat va tajriba bor. Ikkinchidan, birida 50, ikkinchisida 100 million dollari bor fondlar. Uchinchidan, bizda mining uskunalari ishlab chiqaruvchisi Bitfury bilan bevosita aloqa bor. Biz ushbu eng kuchli uskunalarni o'zimiz uchun, ya'ni shaxsiy foydalanish uchun sotib olishni rejalashtiryapmiz. To'rtinchidan, biz Liberman birodarlari bilan marketing integratsiyasini, podkastlar va tadbirlarni rejalashtiryapmiz. Bizda bor. Jamoamizda shunday mahorat borki, bizning asosiy maslahatchimiz onlayn tadbir o'tkazib, unda YouTube'dagi jonli efirda bir vaqtning o'zida qatnashgan ishtirokchilar soni bo'yicha Guinnessning rekordini o'rnatgan va bu rekord 7 xil tilga tarjima bilan qayd etilgan. Ya'ni shunga ko'ra bizda jamoamizda ushbu maslahatchi va hamkor bor. Bu esa poyganing o'zini va formulani ommalashtirishda ajoyib marketing sakrashini amalga oshirishga yordam beradi.
Ya'ni bizda ushbu bozorga ta'sir qilishning asosiy vositalari bor, salohiyatimiz yetarli va birinchi raqamli pul bolish niyatimiz to'la asoslangan. Biz tadbirlarni rejalashtiryapmiz. Vizasiz borish oson bo'lgan mamlakatlarda. Turkiya, Vyetnam, Tailand, Qozog'iston va Gonkong. Aytib o'tganimdek, fondlar bilan hamkorlikni, Gonkong yurisdiksiyasida bosh ofis ochishni va $100 million kapitalizatsiyaga chiqishni rejalashtiryapmiz. Buni qancha vaqtda bajaramiz? 1 yildami yoki 2dami? Xullas, har qanday holatda ham buni qilamiz. Ya'ni bizning maqsadlarimiz amaliy qadamlarimiz bilan mustahkamlangan. Biz bilan uchrashishning eng yaqin imkoniyati bu tadbir. Blockchain Live Dubayda bo'lishi kerak edi. 14-15 aprelda Moskvada bo'lib o'tadi. Chiptalarni forumda sotib olish mumkin. Agar siz ushbu tadbirda qatnashishga oldindan qaror qilgan bo'lsangiz, u holda mentorlaringizga murojaat qiling. Gonki va Formula X brendi tushirilgan mana shunday futbolkaga buyurtma berish uchun. Va ushbu tadbirda sifatli aloqalar, sifatli fikr-mulohazalar olish, shov-shuv ko'tarish va mijozlar orttirish mumkin. Bu mijozlarni jalb qilish mumkin bo'lgan eng yaqin tadbirdir. Mijozlar orttirish uchun bunday tadbirlarga albatta tashrif buyuring. O'tgan vaqt ichidagi natijalarga kelsak, hamkorlarimiz menga bir necha bor savol berishdi. Qancha olaman? 100 yoki $1000 qancha token? Mana kecha bizning eng birinchi pulimiz bir oy davomida ishlab bo'ldi. Demak, $100 evaziga olishdi. Hamkorlarimiz 133,5 ta GNK tokeni. Xo'sh, qachon? Axir biron bir pulga ulanish haqida qaror qabul qilishdan oldin. Kalkulyatorda hisoblab ko'ring, $100 ga qancha token berilishini ko'ring. Demak, biz tokenlarni mining tannarxi bo'yicha 0,595, ya'ni 0,59 da oldik. Va tabiiyki, komissiyadan so'ng pulimizning 20% komissiyasi chegirib tashlangach, mijozlar mining orqali olingan toza tokenlarni qo'lga kiritishdi va shu bilan bevosita Gonka loyihasini qo'llab-quvvatlashdi. Ya'ni, loyiha aynan mining hisobiga, GPUni yoqadigan minerlar hisobiga rivojlanmoqda. Tokenni shunchaki bozordan sotib olish yetarli emas. Bu kamlik qiladi. Ya'ni uni aynan mining orqali olish kerak. Bu yangi falsafa tokenni mining orqali olishning boshqacha yondashuvidir. Bu toza token, bu siz infratuzilmaga o'z hissangizni qo'shganingizni anglatadi siz orqali. Sun'iy intellekt o'qitildi, mining orqali ulandi, ma'lumotlar oldi. Ya'ni siz ham shunga yarasha natijaga erishdingiz. Mana shunday natija tufayli taqqoslash orqali hamkorlarimiz boshqa mining pullari bilan o'xshashlikni ko'rishdi. Nodamizning yuqori samaradorligi, mexanikaning tushunarliligi, shaffofligi va soddaligi tufayli qancha token olishingiz aniq ekanligini tushunib yetishdi. Mana shu orqali biz birinchi oyning o'zidayoq 1000 dan ortiq yangi mijozlarga ega bo'ldik. Va shunga ko'ra, bu bizga 40 dan ortiq pullarni ishga tushirishga va 4 ta nodamizning ishlashiga imkon berdi. Ikkitasi ishlab bo'ldi, qolganlari ishlashda davom etmoqda va biz hozir 5-nodani yoqish arafasidamiz. Ammo bu haqda keyingi tadbirlarda batafsilroq aytib beraman. Demak, barcha ishtirokchilar uchun xushxabar bor. Qiziqarli yangilik. Biz aynan bugun, aynan hozir Formula shaxsiy kabinetida Participiation Hub bo'limi paydo bo'lganini e'lon qilamiz. Bu bo'limda sizning shaxsiy individual sertifikatingiz shakllantiriladi. Uni kim olishni xohlaydi? Tadbirda u imzolanadi va ismingiz yozilgan maxsus blankada chiqariladi. Demak, raqamlangan sertifikat. Ya'ni bugundan boshlab Participation Unitni 2 xil usulda olishingiz mumkin. Birinchi usul bu litsenziya sotib olish. Va mana Promoh 2 shuni bildiradiki, 9-apreldan 10-iyungacha bo'lgan 2 oy davomida olish mumkin. Ushbu davrda 2, ya'ni 2 baravar ko'p. Litsenziya sotib olish orqali Participation Unit, ya'ni bu bonus sovg'a. Hozir siz uni rivojlanishimizning eng boshlang'ich bosqichida olishingiz mumkin. Har qachongidan ko'ra 2 baravar ko'proq. Bunaqasi boshqa hech qachon bo'lmaydi.
Ushbu promo qaytarilmaydi. U bugundan kuchga kiradi va roppa-rosa 2 oy amal qiladi. Va qo'shimcha ravishda siz Participition Unitni nafaqat litsenziya sotib olish, balki hamkorlik dasturini rivojlantirish orqali ham olishingiz mumkin. Bu haqda ertaga soat 11 da gaplashamiz va qanday qilib yana 2 baravar ko'p bonuslar olishni batafsil aytib beramiz. Va buni nima uchun qilishingiz kerakligini biroz avval aytib o'tdim. Xo'sh, endi sizda to'planib qolgan savollarga javob berishga o'tamiz. Biz hozir chatda nimalar yozayotganingizni o'qiyman. Fikr bildiring, bugungi webinar qanday bo'ldi? Bugungi promo va yangiliklar sizga yoqdimi? Ular haqiqatan ham biz kabi, ya'ni Ging protokoli bilan tanishib chiqqanlar kabi. Sizga ham uyqu bermaydimi? Formula qanday ishlashini tushunib yetganlar bormi? Agar siz birinchi oyni mining qilib bo'lgan bo'lsangiz, Ging oldingiz, allaqachon chiqaryapsiz. Bo'lishingiz mumkin. Yana qancha Ging mining qildingiz va qancha chiqardingiz, buni ham yozishingiz mumkin. Xo'sh, men esa savollaringizni kutyapman. Siz savollaringizni shakllantirib berguningizcha shuni aytmoqchimanki, ushbu loyihaga daxldor bo'lish imkoniyati meni hayajonga solmoqda. Umuman Ging loyihasiga hissa qo'shish imkoniyati meni to'lqinlantirmoqda. Markazlashmagan sun'iy intellektni rivojlantirishda go'yo vaqt mashinasidan foydalanish imkoniyati meni hayajonga solmoqda. Axir menda hech qachon Bitcoin sotib olish imkoniyati bo'lmagan. To'g'rirog'i bor edi, lekin men bunga e'tibor bermaganman. Ya'ni uni $1 dan 2, 10, hatto $250 sotib olish. Ya'ni men buni qilmaganman. Lekin Gingni o'tkazib yubormayman, bu aniq. Xo'sh, unitlarni qachon amalda his qilish mumkin bo'ladi? Aytganimdek, ularni biz tashkil etadigan tadbirlarimizda his qilish mumkin bo'ladi. Qachon va qaysilarida? Keyingi Zoom uchrashuvlarda bunga batafsilroq to'xtalamiz. Yaqin orada kutilayotganlari bu. Biz rejalashtirgan, hozircha sanalarni kelishib aniqlashtiryapmiz. Ya'ni bu bizning maqsadimiz. Ya'ni aka-uka libermanlar bilan podkast, ehtimol uchrashuv. Ya'ni u yerda unitlarni allaqachon sinab ko'rish mumkin bo'ladi. Savol berish huquqini yoki ushbu tadbirda qatnashish huquqini olish mumkin bo'ladi. Va keyingisi, qayerdadir to'planganimizda farqni darhol tushunish mumkin bo'ladi. Ya'ni siz hissa qo'shdingiz, sizga ma'lum bir bonus beriladi. Hissa qo'shmadingiz, demak, bonus ham shunga yarasha kamroq bo'ladi. Promo bo'yicha slaydni qaytara olasizmi? Albatta mumkin. Qanday foydali veb-saytlar bor? Asosiysi Formula kompaniyasi nima qilayotganidan xabardor bo'lish. Formula platformasida ro'yxatdan o'tishingiz bilan pastda o'ngda foydali havolalar paydo bo'ladi. Saytga biz poyganing o'zini fite paper hujjatini ham qo'shdik. Bevosita poyga saytidan olingan ma'lumotlar va tokenomikani ham. Ularni albatta yuklab oling va o'rganib chiqing. Ushbu materiallar bilan diqqat bilan tanishib chiqing. Saytimizda fakt bo'limi, ya'ni eng ko'p beriladigan savollarga javoblar paydo bo'ldi. Ularni o'qib chiqing. Shoshilmang. Ya'ni shoshilishning keragi yo'q. Shunchaki sinab ko'ring, tushunib oling va o'rganing. Lekin tushunib oling. Shu bilan birga siz allaqachon mining qilyapsiz. Miningni qandaydir kichikroq sinov summasidan boshlang. Shundan so'ng tushunishni boshlang. Barcha savollaringizga javob oling. Va keyin haqiqiy kirish, haqiqiy mining, Gonki ekotizimi va Formula platformasining haqiqiy rivojlanishi haqida qaror qabul qiling. Faqat hamma narsani tushunib bo'lganingizdan keyingina. Ushbu saytlarga barcha havolalarni bevosita Formula saytiga joylashtirdik. Ya'ni siz kirishingiz kerak bo'lgan asosiy sayt bu Formula. Bugun ishtirokchilarimiz uchun kanalimizda e'lon qilinadigan maxsus video yo'riqnomani tayyorlayapmiz. Birinchi navbatda albatta hamkorlik chatida.
Bu bizning amaldagi mijozlarimiz, mayningni boshlaganlar uchun chat. U yerda qanday qilib mutlaqo to'lovsiz Gonki tokenini olish haqida. Umuman hech qanday to'lovlarsiz. Ya'ni barcha kerakli ko'rsatmalarni tayyorlashimiz bilan bu haqda ma'lumot paydo bo'ladi. Oz miqdorda bo'lsa ham, lekin har kuni olish mumkin bo'ladi. Agar siz hech kimga va hech narsaga ishonmasangiz, oz pulingiz bilan hech qayerda ovoz berishni xohlamasangiz. Tangalarni qanday chiqaramiz? $100 ga 130 bitta tanga oldim. Ajoyib, juda yaxshi, Ruslan. Tangalarni qanday chiqaramiz? Gink bo'limiga kirasiz, claim tugmasini bosasiz, tangalaringizni hamyonga egasiz. Shundan so'ng ushbu bo'limga kirasiz. Dashbord, u yerdan Gink tangasini topasiz, yechib olishga qo'yasiz, hamyoningizni ko'rsatasiz va balansga olasiz. Bugungi kunda 5 ta Ginkdan boshlab komissiyasiz yechib olish mumkin. Biz barcha komissiyalarni pul sifatida sizdan olib bo'lganmiz. Shuning uchun tangalarni toza, hech qanday komissiyasiz, erkin olasiz va kelajakda yechib olish chegarasini kamaytiramiz. Bitta tangagacha, bitta ginkgacha. Hozircha 5 ta va undan yuqorisini bemalol yechib olish mumkin. Kompyuterga kepl hamyonini o'rnating. U o'rnatilmaydigan davlatlarda, u hamma davlatlarga ham to'g'ri kelmaydi. Hot Wallet markazlashmagan hamyonini o'rnating. U MetaMask, Trust Wallet kabi ishlaydi. Hot Wallet tushunarli va qulay mexanika. Sidfrazani saqlab qo'ying. Bu sizning shaxsiy hamyoningiz. Unga tangalaringizni yechib olishingiz mumkin va ulardan bemalol foydalanishingiz mumkin. Aytgancha, agar resurslarimizga hali a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, rus va ingliz tillardagi Telegram kanalimizga a'zo bo'ling. Kanalda chatlar bor. U yerda savollar berishingiz mumkin. Sizni ushbu tadbirga taklif qilgan kishiga albatta murojaat qiling. Sizda doim yo'l ko'rsatuvchi, murabbiy yoki mentor bo'lishi kerak. U allaqachon tushunib yetgan, barcha foydali havolalar va materiallarga ega. Bu sizga hamma narsani tezda tushunishga va vaqtingizni tejashga yordam beradi hamda sizni xabardor qilib turadi. Sizni bugungi uchrashuvga taklif qilgan kishiga minnatdorchilik bildiring. Shu bilan menda hammasi tugadi. Ko'rishguncha, ertaga mashg'ulotda uchrashguncha. Shu bilan tamom. Xayr, salomat bo'ling.